20% holatlarda gepatit C bilan kasallanganlar hech qanday dorisiz o'zlarini immunitetini kuchi bilan tuzalib ketadi. Lekin 80% holatlarda kasallik surunkali bosqichga o'tib, og'ir asoratlarga, hatto jigar sirrozi va o'limga ham olib kelishi mumkin. Bugun biz siz bilan gepatit C kasalligi haqida gaplashamiz va video davomida gepatit C virusining tuzilishi, uni organizmga kirgandan keyin jigarda qanday o'zgarishlarni paydo qilishi va buni davolash imkoniyati bor yoki yo'qligi va zamonaviy davolash usullari nimalarga asoslanganligi, qanday holatlarda kasallik surunkali bosqichga o'tib va qanday asoratlarga olib kelishi, to'g'ri davolanganda esa organizmda nima sodir bo'lishi va butunlay tuzalib ketadimi yoki yo'q, shular haqida suhbatlashamiz. Jigar inson organizmida hech almashtirib bo'lmaydigan muhim ko'plab vazifalarni bajaradi. Bulardan eng birinchisi ishlab chiqarish. Ya'ni jigar xuddi zavodlarga o'xshab o'zidan oqsillar, fermentlar, turli xil qon ivishida, qonni quyuqlashida, qonni suyuqlashda ishtirok etadigan, organizmni viruslar bilan, infeksiyalar bilan kurashishda qatnashadigan oqsillarni va boshqa lipidlarni ishlab chiqaradi. Bundan tashqari jigar organizmga tushgan turli xildagi zaharli moddalarni tozalash funksiyasini ham bajaradi va organizmda ovqat hazm qilish jarayonida ishtirok etadigan fermentlar sintezlanishida, o't suyuqlik ishlab chiqarishda qatnashadi. Jigar bundan tashqari organizmda immunitetini shakllanishida va turli kasalliklarga chidamlilikni ta'minlashda ham ishtirok etadi. Agarda inson tanasidagi bitta jigarni ishini biron bir apparatlar bilan bajarishga to'g'ri keladigan bo'lsa, buning uchun 9, 10, 15 etajli katta binolar kerak bo'ladi. Birgina inson jigarini vazifalarini bajarish uchun. Shuning uchun ham juda ham ko'pchilik insonlar o'zini eng yaqin insonlarini jigarim deb chaqiradi. Shunday muhim vazifalarni bajarar ekan, jigarni turli xildagi zararlovchi omillar, faktorlar bor. Bugun biz sizlar bilan jigarni zararlaydigan gepatit C virusi haqida va gepatitni kechish haqida gaplashamiz. Gepatit deb jigarni yallig'lanishiga, jigarni zararlanishiga aytiladi. Bunga olib keluvchi faktorlar, omillar juda ham ko'p. Bulardan eng ko'p keng tarqalgani bu virusli gepatitlar. Ya'ni virusli gepatitlarni turli xildagi viruslar qo'zg'atadi. Bulardan gepatit A turi bor. Ko'proq yosh bolalarda uchraydi. Gepatit B va gepatit C turi qon orqali yuqadi. Gepatit D esa kimdaki gepatit B bo'lsa o'shandagina paydo bo'lishi mumkin. Gepatit E virusi ko'p holatlarda homilador ayollarda kuzatiladi va u ham xuddi yosh bolalarda uchraydigan gepatit A ga o'xshab ketadi. Bugun biz gepatit C haqida suhbatlashamiz. Gepatit C ni qo'zg'atuvchisi bu virus bo'lib, u juda ham sodda tuzilishga ega. Ya'ni virusning ustida maxsus antenachalar deb ataluvchi E1, E2 oqsillari bo'ladi. Undan pastroqda biz qaraydigan bo'lsak, virusni o'rab turgan lipid qobig'i bo'ladi. Undan ichkariroqda kapsid, ya'ni oqsillardan tuzilgan kapsidi tuziladi, joylashgan bo'ladi. Bu kapsidning ichida esa maxsus RNK, virusning eng asosiy qismi, ya'ni virus haqidagi ma'lumotni, axborotni saqlaydigan qismi RNKsi joylashgan bo'ladi. Ana o'sha RNK orqali virus haqidagi ma'lumot hujayralarga berilishi va virus ko'payishi mumkin. Ana endi shu gepatit C virusi zararlaydigan jigarni tuzilishi va aynan virus kirib ko'payadigan jigar hujayrasini tuzilishini ham soddaroq qilib ko'rib chiqamiz. Jigar o'ng qovurg'a yoyi ostida joylashgan va mayda hujayralardan, gepatitsitlardan tuzilgan bo'ladi. Gepatitsitlarning tuzilishi ham sodda bo'lib, uning ichida vazifalarni bajaradigan juda murakkab qismlari, ya'ni organlari, organoidlar, organchalari joylashgan bo'ladi. Jigar hujayrasi gepatitsitni maxsus ustini o'rab turadigan qobig'i bo'ladi. Bu membrana deyiladi. Bu qobig'i orqali hujayra boshqa hujayralar bilan bog'lanib, bir-biri orqali moddalar almashinib, aloqa ushlab turadi. Ana endi shu qobiqda maxsus retseptorlar, xuddi antenaga o'xshash retseptorlar joylashgan bo'ladi. Qobiqdan ichkariga kiradigan bo'lsak, gepatitsitning ichida sitoplazmasi, ya'ni hujayrani suyuq qismi bo'ladi. Uni o'rtasida esa hujayraning eng asosiy qismlaridan biri miyasi, yadrosi joylashgan bo'ladi. Bundan tashqari suyuq qismi degan sitoplazmamizda endoplazmatik to'r va ribosomalar deb ataluvchi zavodchalar, oqsil sintez qiladigan organellalari bo'ladi.
va shu oqsillar sintez bo'lgandan keyin ularni upakovka qilib, qadoqlab organizmdan organoiddan, ya'ni hujayradan chiqarib yuboradigan Golgi apparati degan yana upakovka qiluvchi qismi bo'ladi. Va hujayraga energiya berib turuvchi, energiya bilan ta'minlab turuvchi xuddi elektr stansiyalarga o'xshash mitoxondriya degan organoidlar, ya'ni a'zochalari bo'ladi. Bizga shu virusni zararlashi uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlar uchun shular yetarli bo'ladi. Ana endi gepatit C virusi organizmga faqatgina qon orqali o'tadi. Ya'ni turli xildagi o'sha shpris, ignalar, ustaralar, kesuvchi boshqa vositalar bemor, ya'ni gepatit C bilan kasallangan odam qoni o'tib va bu sog'lom odamni qoniga tushadigan bo'lsa, virus yuqadi. Qonga tushib, virus faqatgina jigar hujayralariga borgandagina ularni zararlay oladi. Boshqa a'zolar, bosh miya, yurak ularga virus ta'sir ko'rsata olmaydi, to'g'ridan to'g'ri. Shuning uchun virus qonga tushgandan keyin qon orqali sirkulyatsiya bo'lib jigarga boradi. Va jigarga borgandan keyin yuqorida tushuntirib berganim gepatitlarni membranasini ustidagi retseptorga boyagi virusda ko'rsatgan Y1, Y2 antenalar orqali bog'lanadi. Va bog'langandan keyin gepatatit buni qabul qilib, o'zini ichiga virusni kirishi uchun yo'l ochib beradi va virus hujayrani ichiga, gepatatit ichiga kiradi. Shuni alohida aytib o'tishim kerakki, gepatatit yirikroq hujayra, virus esa juda ham kichkina nanometrlarda o'lchanadi. Endi virus hujayrani ichiga kirgandan keyin uni yuqoridagi qobiqlari parchalanib ketib, ya'ni erib ketib, faqatgina RNKsi qoladi. Va virusni shu RNKsi gepatatitni o'zidagi hujayrani ichidagi zavodlardan, boyaga aytganim endoplazmatik to'r va ribosomalardan foydalanib oqsillar sintez qiladi. Bu oqsillar ikkita guruhga bo'linadi. Birinchisi, boya virusni qolgan qismlarini tashkil qiladi dedik-ku, qobiqlari, antennalari, kapsidi, o'shalar hosil bo'ladi bir qism oqsillardan. Ikkinchi qism oqsillardan esa turli xildagi fermentlar. Biz bularni kodlaymiz. Bular qiyinroq bo'lsa ham aytib o'taman, chunki davolash uchun juda ham muhim ma'lumotlar hisoblanadi. Bular NS5A, NS5B, NS3 degan ferment oqsillar hisoblanadi. Ana endi shulardan NS5A degan RNK polimeraza deb ataluvchi ferment, oqsildan tuzilgan ferment shunday xususiyatga egaki, virusni RNKsini ko'paytirib tashlaydi. Ya'ni hujayra ichiga bitta virus kirganda, uni RNKsi bitta edi, endi uni ko'paytirib ko'plab virus RNKlarini shakllantiradi. Keyingi NS5B degan ferment esa virusni organizmni immunitetidan himoya qilib turishga harakat qiladi. Ya'ni organizm immunitetini chalg'itib turadi. Organizm immunitetini chalg'itib virusni zararlab qo'ymasligini ta'minlaydi. Chunki organizmga virus tushgandan keyin immunitet kurashni boshlaydi. Bundan esa virusni himoya qilish kerak. Ana endi shu virusni organizmga yuqqanidan to hozirgi gepatatit ichiga kirib, RNKsini ko'paytirishgacha bo'lgan davri hech qanday belgilarsiz kechishi mumkin. Ya'ni odatda insonlar bu davrda o'zini kasal ekanligini bilmaydi. Shuning uchun bu davrni yashirin inkubatsion davr deyiladi. Bu inkubatsion davr turli xil insonlarda turlicha, ya'ni 2 haftadan to 6 oygacha kuzatilishi mumkin. Ya'ni 6 oygacha inson o'ziga virus yuqqan bo'lsa, bilmasdan yuraverishi mumkin. Ana endi virusning qismlari hujayrani o'zini imkoniyatlaridan, o'zini ichidagi resurslardan, oqsillardan, zavodlaridan foydalanib ko'payib olgandan keyin u hujayradan chiqishni boshlaydi. Virus RNKsi kapsidga o'ralib hujayra devorlarini parchalab chiqib ketadi. Va bu chiqib ketish jarayonida hujayrani, ya'ni gepatatit hujayrasini qobig'ini bir qismini o'ziga o'rab olib chiqib ketadi. Natijada o'zida boya yuqorida aytganim virusning qobig'i hosil bo'ladi. Shu tarzda viruslar hujayrani zararlab, hujayralarni o'ldirishni boshlaydi. Va hujayralardan chiqib ketayotgan viruslar boshqa hali sog'lom virus bilan zararlanmagan jigar hujayralarini, keyingi hujayralarning ichiga kirib, ularning ichida ham xuddi shunday jarayonlar kechib, ularni ham zararlashda davom etadi.
Ana endi bu yerda yana boshqa qiziq holatlar boshlanadi. Ya'ni jigar hujayralari ham, organizm ham o'zi jim qarab turmaydi. Organizmga virus tushgandan keyin u bilan qarshi kurashishga harakat qiladi. Virus bilan zararlanishni dastlabki bosqichlarida organizm o'zidan interferonlar deb ataluvchi antitanachalarni, ya'ni viruslarga qarshi ishlovchi antitanachalarni hosil qiladi. Ular alfa va beta ko'rinishlarda bo'ladi. Ular viruslarni o'ldirishga harakat qiladi. Lekin boya aytgani NS5B degan oqsil, ya'ni ferment virusni zararlanishini oldini olib, uni himoya qilib immunitetni chalg'itib turadi. Va organizm bu bilan to'xtab qolmaydi. Uni organizmning maxsus immunitet hujayralari, limfotitlar deb ataluvchi hujayralar ham viruslar bilan qarshi kurashishni boshlaydi. Va limfotitlardan T limfotitlar, ulardan CD8 deb ataluvchi limfotitlar zararlangan hujayralarni begona hisoblab, shu ichidagi viruslar bilan birgalikda o'ldirishga harakat qiladi, ya'ni hujayralarni apoptoz qilib, gepatotitlarni o'ldirishni boshlaydi. Chunki ularning ichida virus bor, ular endi organizm uchun begona. Shu tarzda organizmning o'zini immuniteti ham gepatosit, ya'ni jigar hujayralarini o'ldirishni boshlaydi. Bundan tashqari CD4 deb ataluvchi limfotitlar esa o'zlaridan antivirus oqsillarni, antitanachalarni ishlab chiqarib, ular ham viruslarga qarshi ishlashni boshlaydi. B limfotitlar deb ataluvchi limfotitlar esa o'zlaridan sitokinlar ishlab chiqarib, sitokinlar orqali antitanachalar, T limfotitlarni viruslar bilan kurashishini stimullab, kuchaytirib turadi. Yuqorida sanab o'tgan immun reaksiyalar ham gepatit C virusiga qarshi kurashda faqat 20% holatlarda samara beradi. Ya'ni virusni yengib, organizmni undan qutqarishi mumkin. Lekin 80% holatlarda bu immun tizimi viruslarni o'ldirib tugata olmaydi. Aksincha, jigar hujayralari ko'plab zararlanib, kasallik surunkali bosqichga o'tib ketadi. Ana endi jigarni ko'plab o'lgan hujayralari o'rni bo'shab qolishni boshlaydi va buni o'rnini to'ldirish uchun jigar hujayralarini atrofida yuradigan Kupfer hujayralari deb ataluvchi hujayralar va Ito hujayralari deb ataluvchi hujayralar o'zlaridan bo'sh o'rinlarni to'ldirish uchun moddalar, kollagenlar ishlab chiqarishni boshlaydi. Bu kollagenlar biriktiruvchi to'qima bo'lib, qattiq moddalar hisoblanadi. Ular jigarni o'lgan hujayralar o'rnini to'ldirib, jigar borgan sari qattiqlashib boradi va qotishni boshlaydi. Jigar vazifasini bajaradigan gepatotitlar soni esa kamayib ketaveradi. Agar shunday davom etadigan bo'lsa, bu yerda jigar hujayralari soni juda ham kamayib, jigar bujmayib, keyingi bosqichlarda fibroz va sirrozga o'tadi. Og'ir holatlarda esa sirrozdan keyingi bosqich ham, ya'ni gepatotsellyular rak deb ataluvchi holat ham rivojlanishi mumkin. Buning sababi jigarni zararlangan hujayralarning DNKlari o'zgarib, ATP hujayralar, ya'ni rak hujayralariga aylanib, jigar rakiga o'tib ketadi. Jigarda shunchalik zararlanish jarayoni kechgani bilan jigar odatda og'riq bermaydi va juda ham ko'pchilik bemorlar o'zini o'sha jigari kasal ekanligini bilmasligi, sezmasligi ham mumkin. Ko'p holatlarda biz ko'rgan bemorlar, bizga murojaat qilib kelayotgan bemorlarning eng birinchi asosiy shikoyati bu holsizlik hisoblanadi. Holsizlik, charchoq, o'sha tungi uyquni buzilishi, kunduzi ko'proq uyqusirash kabi belgilar bilan bemorlar shikoyat qilishni boshlaydi va ko'p holatlarda boshqa sabablar tufayli tekshiruvlardan o'tayotganda virus tasodifan aniqlanib qolinadi. Lekin kasallikni keyingi og'irroq bosqichlarda yuqorida aytganim uchun chandiqlanib fibroz, sirrozga o'tganda endi tanada turli xildagi o'zgarishlar paydo bo'lishi mumkin. Terida toshmalarning paydo bo'lishi, sariqlikning paydo bo'lishi, o'ng qovurg'a osti og'irlikni kuzatilishi, ayrim holatlarda o'sha gemoroy tugunlari kattalashib qon ketishi yoki qizlo'ngach venalarida kengayib qon ketib qon qusish kabi holatlar eng oxirgi og'ir bosqichlarda kuzatiladi. Hozirgi zamonaviy tibbiyotda gepatit C virusini va gepatitlarning boshqa turlarini bemalol davolash mumkin. Bu davolashlardan yuqoridagi aytib o'tgan ilmlardan foydalaniladi. Ya'ni yuqorida aytdim, virus RNKsini ko'paytiruvchi oqsil bor dedim, virusning RNKsi bor dedim va virusni himoya qilib turuvchi oqsillar bor dedim.
Shuning uchun davolash prinsiplari quyidagilarga asoslanadi. Birinchisi, organizmdan virus miqdorini yo'qotishga qaratilgan, ya'ni virus renkasini kamaytirib yo'qotishga. Ikkinchisi esa virusni ko'payishini to'xtatishga va uchinchi holatda jigarni zararlangan qismlarini zararlanishini to'xtatib kamaytirib va uni tiklashga qaratilgan bo'ladi. Zamonaviy dorilar shunday ta'sir ko'rsatadiki, virusni ko'payishini ta'minlovchi NS5A renka polimeraza deb ataluvchi fermentlarni bloklab, virus ko'payishini to'xtatib qo'yadi. Natijada virus ko'payishdan to'xtaydi. Ikkinchi xil dorilar esa virusni himoya qilib turuvchi NS5B kabi fermentlarni bloklab, immunitetni virusni zararlanish kuchini oshirib beradi va bemalol immunitet himoyalanmagan viruslarni o'ldirib tashlaydi antitanachalar yordamida. Va boshqa dori vositalari jigarni to'qimasini o'rnini egallayotgan kollagenni kamaytirib, gepatositlarni zararlanishini kamaytirib, ularni tiklanishini ta'minlab beradi. Shu holatda davolanilganda zararlanayotgan jigar hujayralari tiklanib, viruslarni o'ldirib, ularning renkalarini organizmdan ko'payishini to'xtatib tozalab, kollagen ya'ni biriktirish to'qima rivojlanishini to'xtatib, uni o'rnida gepatositlar shakllanishini ta'minlab, organizmni gepatitdan tozalash va tuzatish mumkin. Hozirgi kunda butun dunyoda gepatitlarni, ya'ni gepatit C, B ni davolash standartlari ishlab chiqarilgan va hamma rivojlangan davlatlarda, shular qatori O'zbekistonda ham gepatit C ni maxsus spetsifik yo'llar bilan davolaniladi. Biz ham Hilolmed klinikamizda gepatit C va boshqa turdagi gepatitlarni turli xil bosqichlarda davolab kelyapmiz. Bemorlarimiz orasida endi yuqtirib kasallik endi boshlanganlardan to sirrozgacha o'tgan va ayrim holatlarda o'sha jigar transplantatsiyasi o'tkazib kelgan bemorlar ham bor. Agarda siz ham o'zingizda yoki yaqinlaringizda yuqorida sanaganim gepatit belgilarini sezsangiz, darhol o'z vaqtida tekshiruvdan o'ting va gepatit bor yoki yo'qligini aniqlab oling. Unutmang, kasallikni erta aniqlab, vaqtida chora-tadbirlarni ko'rish sizni jigaringizni saqlab qolinishiga va og'ir asoratlarni oldini olishiga sabab bo'ladi. Bugungi kunda gepatit kasalligi tuzaladigan va inson to'liq hayot tarziga qaytishiga erishiladigan kasallik hisoblanadi.